Xo'p, endi yana qaytarib beraman. Ya'ni present perfect simple ni birinchi navbatda ya'ni 3 xil shaklda ishlatasiz. Birinchi navbatda aniq vaqt ajratilmasa, ya'ni aytilmasa present perfect simple ni ishlatasiz. Misol uchun I have been to Turkey yoki she has never eaten sushi. Yoki ikkinchi shaklda hozirgina bo'lgan ish harakatlariga nisbatan hozirgina bo'lgan ish harakatlariga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun I have just finished the test. Men hozirda testimni tugatdim degan ma'noda ishlatyapsiz. Yoki uchinchi shaklda esa o'tmishda boshlangan va hozirgacha davom etgan ish harakatlariga nisbatan ishlatamiz va ko'proq qaysi so'z bilan ishlatamiz? For va since so'zlar bilan ishlatamiz. Misol uchun for ham since ham dan beri deb tarjima qilamiz. Ikkalasida farqi bor. Buni sekin-sekin tushuntirib beraman. Misol uchun I have lived here for 5 years. Men bu yerda 5 yildan beri yashayapman. Ya'ni 5 yil oldin siz kechga ko'chib kelgansiz. Shu paytdan beri siz yashayotgan bo'lsangiz, hozirgacha yashayotgan bo'lsangiz, biz present perfect simple ni ishlatar ekanmiz. Esdan chiqarmang. Xo'p, keyingisi present perfect simple ni endi inkor shakli. Present perfect simple ni inkor shakli. Xo'p. Endi inkor shakli qanaqa? Ya'ni negative forms deymiz, ya'ni negative forms. Bu shakli qanaqa deysiz mumkin? Bu shakli bilasizki, ya'ni subject har doimda ishlatamiz. Plus hop have has not esdan chiqaring plus verb 3 plus complement plus the modifier. Aynan mana shu formula asosida nima qilar ekanmiz? Gap tuzar ekanmiz. Esdan chiqarmang. Mana shu formula asosida siz gap tuzasiz. Endi bu esa haqiqiy, ya'ni daraj shaklini, inkor shaklini, ya'ni formulasi hisoblanadi. Misol uchun subject deb bilasiz. Subject I, he, she, it, we, you, they bor, to'g'rimi? Aynan bular endi subject hisoblanadi. Subjectga I ga nisbatan have not, of he she ga nisbatan has not, she ga nisbatan has not, chunki birlik bo'lgancha it ga has not, esdan chiqarmang. We ga have not ishlatamiz. Biroz bu yerda. You ga ham have not ishlatamiz. They ga ham have not ishlatamiz. Mana ko'ryapsizmi? Va undan keyin nechinchi shakli? Fe'lning 3-shakli. Gone ishlatamiz. Xohlasangiz been ishlatamiz. Xohlasangiz put, xohlasangiz done, ya'ni shu fe'lning 3-shakli bo'lyapti. We have not read ishlatasiz. Xohlasangiz listened ishlatyapsiz. They have not slept desiz, ya'ni sleep, slept fe'lning 3-shakli bo'lyapti. Slept bo'lyapti. Ya'ni mana shu holatlarda fe'lning 3-shaklini ishlatar ekansiz. Mana inkor shaklining asosiy formullardan biri mana shulardan biri ekan. Esdan chiqarmang. Mana bu esa present perfect simple ni, ya'ni inkor shakli. Xo'p, endi so'roq shaklichi. So'roq shaklini sizlarga hozir yana tuzib beraman. Have, has plus subject plus verb 3 plus complement plus modifier. Mana shu holatlarda biz fe'lning, ya'ni so'roq shaklini ishlatar ekanmiz. Esdan chiqarmang. Va bu yerda oxirida so'roq belgisi ham bo'lishi kerak ekan. Xo'p, misol uchun have I, esdan chiqarmang. Has she, has he, xo'p, has it, has it, have we, have you, have they shakli ko'ryapsizmi?
Mana shu holatlarda esa, ya'ni biz so'roq shaklini tuzamiz. Har doim esdan chiqarmang, have, has, ya'ni fe'lning, ya'ni boshiga o'tadi, ya'ni subjektdan oldinga o'tadi. Have I, misol uchun, have I read, oxirida so'roq shaklini belgilaysiz. Have she put, so'roq shakli, yoki xohlagan so'zni ishlatasiz. Misol uchun, has she finished, yoki has it, nima deylik, misol uchun, has it done, bir narsa bajardimi deb ishlatyapmiz. Mana shu shaklda ishlatyapmiz. Ya'ni has it been, have you seen, ishlashimiz mumkin. Have they called, ya'ni called degani tuhmat qilish degani, esdan chiqarmang. Mana shu holatlarda so'roq bo'ladi. Endi savolga javob bersa, yes I have ishlatasiz. No I have not ishlatasiz. Bu esa ya'ni so'roq shakliga javob bo'ladi. Ya'ni yes I have, bunga endi yes I have emas, yes he has bo'ladi. No he has not bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Uzr, endi she edik-ku. Yaxshi. Yes he has, no he has not ishlatamiz. Mana shu holatlarda esa ishlatyapmiz. Ko'rasizmi? Ya'ni yes, faqat javob berishda yes it has, no it has not. Qarang, agar bu yerda so'roq shaklida so'roq bo'layotgan bo'lsa, javobda yes bilan berib qo'ygan bo'lsa, siz bu yerdan darak olishingiz kerak. Ko'p kishi adashadigan holatlari bo'ladi bu yerda. O'shanga e'tibor berishingiz kerak. Yes we have, no we have not ishlatyapsiz. Ko'rasizmi? Bu yerda esa yes you have, no you have not ishlatyapmiz. Mana shu holatlarda ishlatyapmiz. Yes they have, no they have not ishlatyapmiz. Mana shu holatlar esa, ya'ni biza nima shakliga ekan, ya'ni so'roq shakli ekan mana. Buni ya'ni siz yozib va yodlab olishingiz kerak. Chunki eng katta xatolar qiladigan joylardan biri shu yerdan bo'lishi mumkin. Ko'p kishi xato qiladi. Ko'rasizmi? Endi men sizlarga, ya'ni shu shaklni ya'ni aynan shu so'roq shaklidan men sizga so'roq inkor dara shakllardan test beraman. Bo'ladimi? Hamma testga tayyor bo'lsa, o'zida endi test tashlayman. O'nta test tashladim. Qani ishlanglarchi o'ntasini ham?